Baqara surasining 186-oyati. Alloh taolo shundoq marhamat qiladiki: "Va iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i iza da'an." Sadaqallohul azim. Alloh subhanahu tabaraka va taolo agar bandalarim sendan meni so'rasalar, men albatta ularga yaqinman. Duo qilguvchi menga duo qilganida ijobat qilaman. Bas menga ham ijobat qilsinlar va iymon keltirsinlar. Shoyatki to'g'ri yo'lni topsalar deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Ibn Abu Hotim rivoyat qilishliklaricha azizlar, bir arobiy, sahrolik arab Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oldilariga kelib so'radida: "Ey Allohning rasuli, Robbimiz bizga yaqinmi munojat qilsak yoki uzoqmi nido qilsak?" deb so'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu savolga sukut saqlab qoldilar. Shunda Alloh taolo shu oyat karimani nozil qildi. Ya'ni agar bandalarim sendan meni so'rasalar, men ularga yaqinman. Duo qilguvchi menga duo qilganida ijobat qilaman dedi. Bas menga ham ijobat qilsinlar, iymon keltirsinlar deb Alloh taolo mana shu oyat karimani nozil qildi. Hadis imomlari Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda u kishi aytadilarki, Payg'ambar alayhissalatu vassalom bilan g'azotda edik deydi. Tepalikka chiqsak ham, pastlikka tushsak ham baland ovoz bilan takbir aytib borar edik. Shunda u zot bizga yaqinlashib keldilarda: "Ey odamlar, o'zingizga rahim qiling. Siz karga yoki g'oyibga duo qilayotganingiz yo'q. Balki eshituvchi, ko'ruvchi zotga duo qilyapsiz. Siz duo qilayotgan zot sizga mingan ulovingizni bo'ynidan ham yaqinroq" dedilar. Mana Xudo taolo bizga yaqinligi qay daraja? Buni tasavvur qiling. Xudo taolo bizga eng yaqin narsadan ham ko'ra yaqinroq ekan. Va duo qilguvchi menga duo qilganda ijobat qilaman deyapti Xudo taolo. Xudo taolo duosini eshitaman, duosini bir hisob kitobimga olib qo'yaman demayapti, ijobat qilaman deyapti. Azizlar, Allohni siz bilan bizlarga yaqinligi, duo qilsa ijobat qilishligini bilgan mo'min odam qanday duo qilmasligi mumkin? Qanday Robbisiga iltijo qilmasligi mumkin? Robbisi o'zi men senga yaqinman, mendan so'ra bandam deb turgan. Va shuning uchun aytayapti-da Xudo taolo. Bas men bandamga shunchalik yaqin bo'lib, duo qilsa duosini ijobat qilganimdan keyin bas menga ham ijobat qilinglar deyapti Xudo taolo. Alloh taologa ijobat qilish nima? Alloh taologa ijobat qilish, Allohga iymon keltirish, Alloh buyurgan ko'rsatmalarga, farzlarga labbay deyish. Bugun biz bunga qanday javob beramiz?